Bu telefon bilan soatni ham sanga oldim o'rtoq. Sal singani ishlatsa bo'ladi. To'xta, menga qara. Nima bu? Sen dalada yurayotganing-ku. Bu Toshkent bu. Sal chiroyli kulturni yurgan, ayib o'xshab yurishingni qara. Qara, mana bunaqa yuradi. Bu ishing boshqacha bo'ldi. Menga qara. Ha? Tanishmasin. Qaysi? Sen shu to'sib Maqmoqchi. Alo jonim, sizni bir soatdan beri kutyapman. Bilasizmi? Sizga deb 500 mingga gul olganman. Shunaqa beraman, chiroyli qilib sizga yoqadi. Tezroq keling jonim. Salom Toshkentlik qiz. Yana sanmi? O'tgan safar ozgina qizishib ketdim. Shuning uchun uzr so'ramoqchiman. To'g'rida, men bir oddiy qishloqdan kelgan bola bo'lsam, kelib siz bilan tenglashaman. Agar kechirsangiz, shu gulimni oling, iltimos. Ataylab siz uchun oldim. Yonima yoqmadimi? Bitta hidlab ko'ring. Oldingizda gul xijolat bo'lib turibdi. Maylimi, esdalikka bitta rasmga olib qo'ysam? Qani? Rahmat sizga. Mayli. Yaxshi o'tiring. Ko'rishguncha. Quralay, ko'zi quralay, hali rosa beraman dodingni. Quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Hozir men seni bir popli bir yugurtiraysan. Salom. Toshkentlik qiz. Tinchlikmi? Kechagi atirgullar juda chiroyli ekan, rahmat. Arziydi. Shu desangiz, atirgulga allergiyam bor ekan. Yo'q. Uzr. Bilmaganim to'g'risi. Qorningiz ham ochib ketgandir-a? Aha. Siz uchun pizza olib keldim. Yo'q, buni ola olmayman lekin. Bobom begona qizlardan narsa olmagan, o'qitilgan bo'lishi mumkin deganlar. Men mushab turing. Nega? Oling. Shunisi bo'lgan yo'q? Osh bo'lsin. Rahmat. Ko'rishguncha. Shu bir gap bor-da. Chekadan videoga olmayaptim ekan-a. Bechorani ovqatlantirdim deb internetga ham chiqarib yuboradi bu. Zahar. Yetkazganingga shukr. Ye, voy malades. Hali mensiz pizza yeb o'tirsansan. Qani ol. Qaynonang yomon yaxshi ko'rganda tort qo'lingni, bor o'zingga ol. O'zingga ol borib. Saniki meniki bor. Ish qalay ketyapti o'rtoq? Yaxshi emas-da, boshqa ish topishim kerak. Bo'ladi, sekin. Qani ol. Ol, o'zingni enangni uyda his qilib. Aytdingmi? Uzumini yedi, dog'ini surishtirma. Bu safar men yeryapman. Keyingi safar sen, tushundingmi? Rahmat. Men qara.
kecha sal bo'rttirib yubordimmi deymanda. Nimani aytyapsan? Haligi qiz bor-ku, Toshkentlik. Zahar. Shu olib kelib berdi. Ko'rinishdan yaxshi qizga o'xshaydi. Saniki ham og'riyaptimi? Hojatxona qayerda edi? Ulgurdik. Ey, ketamizmi? Birpas o'tiraylik. Hozir yana qaytib kelamiz-ku.